Akam, bu solimni ko'prigini qarang. Xudoyberdi polvon halol yiqitdi. Kelsin Xudoyberdi polvon. Kel. Xudoyberdi tayyorgarlik ko'r, oxirgi solimga olasan. Kimdi uni? Bo'shashma. Formangdasan hozir. Avlodojlaring polvon. Bilmadi uni. Ha, solimini ber 200 ming. Solimini, bari solimini ber. Ha, pulini ham ber. Pulini ham ber. Xudo xolasi endi kurashga qattiq berishga ketasan, xudo xolasi. Mana shu Xudoyberdiga bitta topinglar, Xudoyberdiga. Orqasidan kim bor? Otabek. Mayli, farqi yo'q. Xudoyberdini charchagan yo'q, olaveradi Xudoyberdi. Sol Xudoyberdini. Ana Xudoyberdiga talab qildi o'zimizda Otabek. Jasur. Professor polvon. Yekalasi ham mana shu mahallamizning polvoni. Olsa shular olsin. Aytakamni solimlarini, Sherzodning solimini. Bir televizor. Mana ko'rsating. Ha. Üstü 200 ming. Amin. Allohu akbar. Ana endi tentak kurash bo'ladi. 1,5 million. Ana. 2 milliondan bo'lsa kerak, smart bo'lsa 2 million bo'ladi. Okey. Okey. Kamcan ana shu ishni yurg'iz. Ikrom polvonni yechining, bitta polvon kurashib berasiz, o'rtani zo'ri bilan bitta. Iltimos sizga. Siz elimizning eng ishongan polvonisiz. Ha, meni shogirdim gapni ochig'i. Shu bolaligida yetilab yurganman men shu bolani. Ikrom polvonga bir sherka 500 ming so'm pul talabgor bo'lsa chiqsin. Ana. Ikrom polvon. Boshqa qo'shmagin. Ikrom polvonga topchiq. Ikrom polvonga topchiq kim bo'lsa. Yechin Ikrom polvon tayyor bo'l. Yo'q. Halallik olsun. Haydaray ana kurash. Bakrom. Doktor qanday bo'ldi? Ana kurash. Nijonni halol jiyanlari bu. Kanni oldim. Ha, Baytakamning naq jiyani bular. Asad qani? Asad tushiraylik. Barakallah. Shoshmay turing. Fayzi bilan Ikrom polvonga boyagi solib. Fayzi 4ta 5ta oladi Ikrom. Bo'ldi. Yo'q, O'ldirdi. Quloqsal. Fazlidir, quloqsal. Sen kurashning ichida yuribsan. Sen omading kelib turibdi, nechta yiqitding? Sen yiqitgandan keyin senga talabgor chiqyapti, bolam. Ha, kurashga olasan sen. Davay. Ya, Ikromjon yech. Belbog'ini tog' Ikromni.